Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal tomoshabinlar. Azizlar, xudo xolasa bugun ko'rtirgan juda ham chiroyli bo'lgan eshik romlarimizni o'z egalariga topshirib oldik. Azizlar, bugungi ustanovkamiz qo'shni viloyatga bo'ldi, Qashqadaryo viloyatiga dastavka qilib beryapmiz. Altoplast plastik romlar hamda Akfa alyumin usilini balkon eshiklari ustanovka bo'ldi. Bugungi ustanovkamiz xudo xolasa o'z nihoyasiga yetdi. Zakazlar bo'lsa bemalol olqa chiqarasiz. Xudo xolasa men akamiz o'z fikrlarini bir ikki og'iz aytib o'tadi. Bizlar mehnatimizdan rozimisiz aka? Mana shuncha eshik romlar qo'ydik. Hammasini o'zimiz ko'rib, qanday masalan siz Qashqadaryoda bizlar Samarqandda masalan shu uzoqdan bo'lsa ham olib kelib o'rnatganimiz yaxshi ko'nglingizdami? Vaqtiga qilib yaxshi akasi Joyda aka o'rnatdik. Aytgan vaqtda cho'zilmadimi? Hammasi ko'nglingizdami? Masalan kuzatib turgan akalarga to'shna manzilni aytib yuboring, bir xil kelib ko'rishi ham mumkin-da bu narsani. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Chirozi qishlog'i. Chirozi qishlog'i. Ismingiz nima aka? Ismi Yangiboy. Yangiboy akamiz xonadoniga bugun ustanovkamiz bo'ldi azizlar. Birdan sizlarga qisqacha ko'rsatib ma'lumot berib o'taman. Eshigimiz azizlar 1.20 ga 2.50 razmerda high-tech fasonda yasalgan usilini balkon profilda tayyorlangan. Eshigimizga 1, 2, 3, 4, 5 ta va bu tomoniga 5 ta, 10 ta akfan o'zini oshmosh petlar qo'yilgan. Boshqa yerda ko'rmaysiz azizlar. 3 ta maksimum 4 ta qo'yib beradi. Naq 5 tadan 10 ta qo'yib berganmiz va akfan o'zini katta rochkalardan qo'yib berilgan va zakaz bilan ichiga shatlanka profillarini juda ham chiroyli taxlab berganmiz. Profilimizdan 11 lik qalin akfan o'zini profilidan ishlatilgan. Zakazlar esa bemalol olqa chiqaringizlar. Plastik romimiz Altoplast 6000 seriya 4 kamerali plastik profilimiz tayyorlangan. Sveti Sheffieldskiy svet. Juda ham chiroyli svet azizlar, uylarimiz fasadiga juda ham mos tushadi. Bularimiz ishlarga xuddi shunday shatlanka profillardan taxlab berganmiz. Fasonga keladigan bo'lsak, ikki ko'z fasonda yasalgan. Ochilichlar двойной mexanizmi bilan moslashtirilgan. Oynalarimiz oq paket oynalardan tayyorlangan. Oynalarimiz ishlar chista qilib artilgan, ishlarga plus dorilar solingan va germetikalar hamma yerga o'zimiz tutib chiqqanmiz. Terlamasligiga kafolat bilan qo'yib beramiz. Zakazlar bo'lsa bemalol olqa chiqaringizlar. Mana chiroyli eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerimiz yozib qoldirilgan. Nomerimizda imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqa chiqingizlar akalar, kelishtirib yasab beramiz. Uyimizda bu tomonimizda birdan ko'rsatib berib o'taylik hozir. Uyimizda o'zi ham juda ham chiroyli proyekt bilan qo'yilgan. Old tomonda bitta chista granit qo'yilgan. Bu tomonimizda bitta eshik va bitta deraza, yon tomonimizda va bitta katta deraza va bitta kichik deraza. Bu derazamiz tashkentskiy fasonda yasalgan. Balandligi 1.60, eniga 1.80 razmerda derazamiz. Ikki chekkasida ikkita ochilish tushib berilgan. Ikki ochilish ham двойной mexanizmi bilan qo'yilgan va boyatgan hammasiga shatlanka profillardan taxlab berganmiz. Bu tomonimizda bu yer отдельно bitta kichikroq xona bo'lganiga 60 ga 1.60 deraza tushilgan. Bu ham yon boshqa ham tepadan pastga ochiladigan qilingan. Bu yerda esa отдельно bitta korpusimiz, bitta eshik va bitta deraza qo'yilgan. Derazamiz 1.60 ga 1.50. Bu derazamizda ikkita ochilgichi, ikki ochilgichi ham двойной mexanizm bilan qo'yilgan. Bu eshigimiz 1.20 ga 2.20 razmerda seli pastdan tepagacha bo'linmagan holda high-tech fasonda yasalgan. Juda ham baquvvat, juda ham mustahkam eshik hisoblanadi. Aloqa chiqingizlar akalar, kelishtirib sifatli qilib yasab beraveramiz. Xudo xolasa bugungi ustanovkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'lasizlar. Obuna bo'lib, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlaydigan umid etamiz akalar. Hammani ishini rivojlanib bersin. Sog' salomat bo'ling.